Hop, men Sevara Farhadovna, psixolog, psixoanalitik, psixoterapevtman. Bu sohada 6 yildan beri faoliyat yurg'izaman va kimlarga yordam beraman. Asosan bolalik travmalari bilan hozirgi hayotda o'zini o'rnini topolmayotgan, yaxshi turmush o'rtog'i bilan munosabat qura olmayotgan, hozir va shu yerda baxtni his qila olmayotgan, o'zini yo'qotib qo'ygan, o'zini kimligini bilmagan ayollar bilan aynan jinsiy munosabatlarda muammolari mavjud, o'zini xohishlarini unutgan, tanasida yashamayotgan, har doim hammaga o'zini isbotlaydigan ayollarda aynan ularni hozirgi hayotida bu vaziyatlarda yashagandan keyin albatta muammolar bo'ladi. Mana shu narsalar bilan bolaligidagi travmalari bilan ishlagan holda onglilikka bog'liq yashashga yordam beraman. Undan tashqari ozgina faoliyatim haqida gapirsam, mana bu ikkinchi mutaxassisligim. Birinchi mutaxassisligimda men kadastr yo'nalishini bitirganman. Undan keyin xalqaro coachlar akademiyasida IPSni bitirib coach bo'lganman. Undan keyin psixoanalitikani, psixoterapiyani, seksologiyani o'rganib seksologlar akademiyasida ta'lim olganman. Hozirgi kunda ikkinchi magistratura mutaxassisligini Moskovskiy institut psixoanalizda o'qib kelyapman va davomiy o'qish stajim bu, ya'ni inson har doim o'zini ustida ishlashi, qayta o'z ustimda ishlashim asosiy maqsadi bu hozirgi kunda aynan muammolarga, vaziyatlarga yana ham yengilroq, yana ham osonroq yechimlarni topish uchun va albatta bilimlarni yangilash uchun har doim o'zim ustida ishlab kelganman. Umuman olganda psixologiya sohasiga kirib kelishimning asosiy sababi men o'zimni ham bolaligim hisoblanadi. Bolaligimni men hozir juda ham yaxshi qabul qilaman. Chunki ularni ishlash, ularga hozirgi katta bo'lgan holda qarab tafakkur qilish orqali, ya'ni bolaligimni og'riqlar bo'lgan, lekin u og'riqqa oldin men xafa bo'lib, norozilik bilan qaragan bo'lsam, bu narsalardan yechib, ishlab, xulosalarimni o'zgartirganim uchun, hozirgi o'zim mana shu jarayonlardan o'tganim uchun ayollarni mana shu og'riqlarni his qilishim yaxshiroq deb bilaman. Bolaligimda mana birinchi farzand va yagona farzand bo'lganman. Erta otamdan ayrilganim va onam qo'lida qolganim. Undan keyin onam buvimga tashlab ketishlari, ana shundan mana asosiy travmalarim boshlangan. Tashlab ketilishdan qo'rquv, keraksizlik hissi va bu bevosita meni kelajagimga ta'sir qilgan va bekorga bo'lmagan deb o'ylayman. Chunki aynan mana shu menga qayta berilgan vaziyatlar o'sha boshim devorga urildi deydi-ku. Mana shu vaziyatlar aslida ko'zimni ochib va o'zim ustimga ishlashga menga turtki bo'lgan. Undan tashqari hayotimda xiyonat yo'lidan o'tishim, ya'ni xiyonat og'rig'i bo'lgani va xiyonat og'rig'ida men qattiq qaror berganim bo'ldi. Men o'zim ustimda ishlayman deb aslida o'sha paytdan boshlangan va shuni tushunib yetganman. Inson o'zini haqiqiy tanimaguncha, o'zini tushunmaguncha, o'zini kimligini bilmaguncha atrofdan o'zini qidiraverar ekan. Kimligini tan olinmagan bo'lsa, o'zini tan olinmagan farzand deb tushunib qolgan bo'lsa, doim atrofdan